Assalomu alaykum aziz muxlislar, xush kelibsizlar. Sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz va bugun mana shu ustozimiz bilan bir sahnada turganimizdan juda ham baxtlimiz. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni yoshingizni, sizni bosib o'tgan izingizni, sizni martabangizni, sizni san'atingizni bizaga va bizadan keyingi mana ukalarimizga, yoshlarimizga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Tarzimagan choponimiz bor. Shuni qabul qilasiz. Mayli endi baribir bir javobi bo'lish kerak buni baribir. Rahmat. Shunchalik shogirdlarning e'zozida turish ham hammaga nasib qilavermaydi. Og'abekka, Bunyodbek, Farruqbek hammasiga bularni baxti kelib turibdi. Zamonimiz ajoyib bo'ldi. San'atimizni qancha kuylaydigan bo'lsak, quloqlarimiz to'lib ketsa ham yana sig'adigan bir ajoyib davr bo'ldi. Kuylasizlar. Bularga mana shu niyat qilamanki, men 72 yoshida shu sahnada turishni nasib qilsin bularga. Billazi aytib beramiz endi, boshqa iloji yo'q. O'tirganlar yarmi o'ynamoqchi bo'lib o'tiribdi hozir. Say aman ey aman, aman ey aman, esirem binavayem bir kesem giriptarem canım aman. Ömrümde gözmerem gülzar seyrine, aslı bahar istemerem bir gün olmasa, gülzar seyrin neylerem, elidir olmasa aman ey aman. Karlı bular, karsız bulmaz. Yigit başı esen bulsa, yarlı bular, yarsız bulmasa, aman.
Atiq Otajonov. Rahmat, sağ olunlar.